Bugun sizlar bilan ko'chaniki bilan bir xil, birga bir o'xshab chiqadigan rulet tayyorlaymiz. Unda ishimizni boshlaymiz. Idishimizga 4 ta tuxum chaqib olamiz. So'ngra 90 gramm shakar solamiz. Menda tarozi yo'q, shu sababli 4-5 choy qoshiq taxminan soldim. Tuxumni oppoq holatga kelguncha ko'pirtiramiz. Bunga taxminan 10 minutcha vaqtimiz ketadi. Bu retseptni albatta sinab ko'ringlar, chunki bu meni sinovdan o'tgan, bittada o'xshab chiqqan, birinchi marta qilganimda ham, sizlarda ham o'xshaydi. Ko'pirtirib olgan massamizga yarim piyola sut solamiz. Aralashtirmasdan turib, elakdan 3 osh qoshiq un, 1 osh qoshiq kakao, 1 choy qoshiq razlxitini o'tkazib olamiz. Обязательно elakdan o'tkazishinglar shart. Tayyorlab olgan massamizni endi listimizga quyamiz. Listdan quyishdan oldin unga pergament qog'oz yopishtirib olinglar, bo'lmasa yopishib qoladi. Pergament juda ham zarur. Agarda pergament qog'ozingiz bo'lmasa, gazetadan foydalansanglar bo'ladi. Biskvitimizni 180 gradus 18-20 daqiqada pishirib olamiz, tepa-past yoqilgan holda. Biskvitni ag'darib, orqasidagi pergament qog'ozni ko'chirib olamiz-da, yana o'rab tashlaymiz. Dasturxon klyonka bo'lganligi uchun biskvit yopishib qolishi mumkin, shuning uchun tagiga sochiq qo'ydim men. U yoqdan bu yoqqa olib, yana pergamentga qo'yadigan bo'lsa, nimaga ko'chirdik deyishinglar mumkin. Ruletni o'rab bo'lib keyin ochayotganingizda pergament qattiq yopishib qolgan bo'ladi. Agar sizlar oq rangdagi biskvit qilmoqchi bo'lsanglar, uni ham retsepti xuddi shunaqa, faqatgina kakao solmasdan qilasizlar. Aniq ayta olamanki, agarda sizlar ham men qilgan usulda qilsanglar, sizlarniki ham bittada o'xshab chiqadi. Bu videoda biskvit tayyorlash edi. Agarda ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsanglar, profilimga o'tinglar. Ikkinchi qismida krem tayyorlash va nimalar solganim.